Hammaga assalomu alaykum. Avto Prestige obunachilari. Bugungi obzorimizda bizda наличиda bo'lgan mana xudo xolisi bu avtomobillarimizdan baraka bo'laman deb turgan mashinalarimiz ham bor. Toyota BZ5, Toyota BZ3, Toyota Corolla Cross va Courage, также Depal S09, Dongfeng Alice L7. O'zbekistonda yana bitta bo'lgan BYD Sealine olti avtomobili. Bu avtomobilimiz to'liq gibrid avtomobil, parallelniy gibrid avtomobil bo'ladi. Ushbu avtomobil kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu avtomobilni ham hozir ikkinchi videoga uni ham obzorini qilaman. Hozirgi obzorimiz Dongfeng Pay 008 da o'sha restyling 2025-26 restyling haqida bo'lib o'tadi. Xo'p, restylingda diskali bo'lib chiqqan avtomobilimiz hamda salonlariga keladigan bo'lsak, такой qora rasvetkadan bu mashinani yana oranjoviy rasvetkalari ham bor. Katta monitor, informatsion tablo, elektrorul, водительda panorama tomi bor. Passajirlarga ham panorama tom qilingan 3 qatorlik bo'ladi bu avtomobilimiz. Xolodilniklari bo'ladi. Также avtomobilimizda водитель сиденье massaj, to'rtala sideniyada esa aduf abagreiflari bilan jihozlangan. Do'stlar, agar kimga ushbu avtomobil qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rsanglar bo'ladi. Avtomobillarimizdan xudo xolisa наличида qora rasvetkasidan bor. Qoraga oranjoviy, qoraga oq rasvetkalardan ham bor. O'zini mana bunaqa zarachlik, poliklarni qo'shib beramiz bonuslariga, rusifikatsiyalari ham bo'ladi. Do'stlar, agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar.